Tit şəhri. Zerekçoqlarning qimmatli kitobini izlash uchun Xaybov atritidagilar davomli sharqqa qarab ilgarilab mengib, Burkutlar shahriga yetib keldi. Cho'chov bilan yo'g'in eg'iz bo'lsa, bu kalvala ikki yana nimaga ahmoqlik qilib yuribsiz? Şahim qarağman Xaybarni tutib oldi. Endi ne? Ikki tez bu yoqqa kel. Xaybov atritidagilarning hozir qayerda ekanligini tez aytish. Ma'qul, bildim Şahim. Şahim qarang, bu tarafda Burkutlar shahrida. Tez berib Xaybov atritidagilarni to'sishmay, nimaga men qarab turibsiz? Xo'p, Şahim, siz bilmaymiz. Burgut shahridagi bir qisman dinozavr bek yomon. Biz undan foydalansak, Xaybov atritidagilarga taqabul tura olamiz. Biroq bir qisman dinozavrning harakati turaqsiz. Uni izlab tepish uchun xeyli vaqt ketadi. Xeyli mazmut narsaga. Albatta mazmut bo'ladi-da. To'xtang boshlab uni ko'rdingizmi? Agar xatolashmagan bo'lsam, hozir uchib kelayotgan bir qisman dinozavr qo'tayman. Boshlar, bu dal bir qisman dinozavr ekan. Biroq bu shahardagi shoh hisoblanadi. Uni gapimizni oldimiz desak balki. Nimadan qo'rqatlik bilsa bu emasmi? Boshlar, sizga qolsinmi? Qalsa emas, qaltish kirishgan degina. Anlasa bu etrafta doim qo'rqinchli bir qisman dinozavr paydo bo'ladi ekan. Tangriga shukr, bizga yo'liqmidi. Ilm ham undaq narsa uchrab qolmasmiz. Kodong, agar bizga uchrab qolsa, senli bir taraf qilibdi. Nimishqa men bir taraf qilman? Chunki sen eng kuchli-da. Kodong, sana topshirdik. Nima degan u? Pterozavr bak qo'rqinchoq, xatarga yo'liqqanda qechib ketadi. Lekin suv sistemasidagi zirakchaqqa yo'liqsa, uning yoshirin kuchi qo'zg'aladi. Uning qaltis mahorati bo'lsa, quyun paydo qilish, chiroyli nur tarqitish va qatirish. Nima degan xatarlik? Men texo uni bir qisman dinozavrmikin debdiman. Suv sistemasidagi zirakchaqni uchrasa, yoshirin kuchi qo'zg'aladi deydi-ku. Bu nima degani? Yigina. Yemabsan. Yemasa o'zim yeyman jumu. Pterozavr, men bo'ldim. Qarg'anda qo'rqib ketgandek qiladi. Bu yer bir qisman dinozavrning makoni, balkim doim bo'zak bo'lsa kerak. Kakashu, kakashu. U bizni yeyman demayotgandi a? Kakashu. O zotda nimadi?
u bir qisman dinozavr ekan. Bir qisman dinozavr Petrozavr harakat qildi. Pepe, biz unaga yordam qilaylik. Bir qisman dinozavr kuchimlardan ozidani bo'za qiladigan bu bek oshirib o'tganlik juma. Pepe Godo, sizlar amal qilib bir qisman dinozavrni buyat ib ketinglar. Hayba ishimiz bu kichik dinozavrni qutqizaylik. Tushundim. Tosh odam, u yoqqa chiq. Pek yaxshi bo'ldi, nishon oxiri ko'rindi. Başta qaraganda bu qitim vazifini o'rinlaydigan bo'ldim. Bek yaxshi bo'ldi. Oxiri nurg'un bir konservasiya yelaydigan bo'ldim. Sana degandim, mening oldimda bir konservativ davamikin. Bu rostmi da qo'rqinchoqdan qo'rqib ketibdi. Hayba, sen so'z yurakchaqiga uning yoshirin kuchini qo'zg'atgan tez bo'lar. Lekin men qanday qilish kerakligini bilmayman. Uning qani tajab kuchlikmi? Shuncha egri ko'rdingmi? Tosh odamni yiqtiratdi-ku. Sening bu Petrozavrni bo'za qilishingga yo'l qo'ymayman. O'z yo'g'on bo'lgan bilan aqidib bir nima qilgan bu. Sening bu Petrozavrga ziyonkashlik qilishingga yo'l qo'ymayman. Petrozavr qaysar bo'lgan. Sening bir qisman dinozavrni to'sishga amal qiladiganligimga ishonaman. Pek yaxshi bo'ldi. Nima ish bo'ldi? Pek yaxshi bo'ldi. Hayba, u dinozavrning yoshirin kuchini qo'zg'atdi. Başta tepkine bu qitim vazifini o'rinlay olsak, Shohin bizga yana qanday mukofotlarni berar? Biroq men yana bir konservasini yaxshi ko'raman. Hayba, atrofdagilar ham to'xtab turing. Endi bir konservasini tilga olmayman. Petrozavr, bundan keyin texmi qaysar botir bo'lgan. Bir qisman dinozavrga bo'zak bo'lmagan bildingmi? Petrozavr, biz mangduq. Sen o'zingning holidan obdan xabar olgin. Biz seni aslab turimiz. Xayri xo'sh. Qo'rsig'im ichyotidi. Darhol bir narsa yey. Qo'rsig'ini osh qo'yish yaxshi ish emas. Yeyishni bilasan. Shundoq ta'sirli kayfiyatni bulding. Xo'sh. Xayri xo'sh. La la la. Oi.
Mening qo'limdagi barangi qalamchisini yoqtirib qoldimi, nima?